Sifatlar dars to'plamining ikkinchi qismiga xush kelibsiz. O'tgan darsda biz sifat degani bu harflarni talaffuz qilishdagi xususiyat ekanini o'rgangan edik. Shuningdek, sifatlar ikki turga bo'linishini ham aytdik. Birinchisi qarama-qarshi juftlikka ega bo'lgan sifatlar. Ikkinchisi esa qarama-qarshisi bo'lmagan sifatlar. Biz qarama-qarshi sifatlarni o'rganishni boshladik va birinchi juftlik hamz hamda jahr sifatlarini ko'rib chiqdik. Endi esa keyingi juftlikka o'tamiz. Bugungi darsimizda shiddah va rohova sifatlarini o'rganamiz. Keling, avvalo shiddah sifati bilan tanishamiz. Arab tilida shiddah so'zi kuch yoki quvvat degan ma'noni bildiradi. Tajvid ilmida esa bu sifat portlab chiqadigan tovushni anglatadi. Ya'ni shiddah sifatiga ega harflar talaffuz qilinganda tovush birdaniga qisqa va kuchli tarzda chiqadi. Xo'sh, o'zi portlovchi tovush qanday hosil bo'ladi? Buning uchun ikki bosqich kerak bo'ladi. Avval havo oqimi mahrajda to'xtatiladi va biroz bosim yig'iladi. Keyin esa havo birdaniga qo'yib yuboriladi va tovush portlab chiqadi. Shuning uchun shiddah harflari talaffuz qilinganda tovush cho'zilmaydi, balki tez chiqib darhol tugaydi. Shiddah sifati 8 ta harfda uchraydi. Ularni eslab qolish uchun olimlar quyidagi iborani aytishgan. Ajida qattin bakat. Bu iboradagi barcha harflar shiddah harflari hisoblanadi. Buni yanada ko'proq tushunish uchun keling, shu tovushlardan biri ba tovushiga e'tibor qaratamiz. Biz ba deymiz. Ko'rib turganingizdek, uni talaffuz qilganda lablar yopilib, ichkarida havo to'planadi. So'ng lablar birdan ochilib, havo chiqadi va ba tovushi hosil bo'ladi. Shu sababli bu tovush portlab chiqqandek eshitiladi. Yana bir misol jim harfi. Bu harf ham shiddah sifatiga ega. Ya'ni uni talaffuz qilganda tovush to'satdan portlab chiqadi. Masalan, biz aytamizki aji deb. Bu yerda avval havo qisqa vaqt to'xtaydi, keyin esa birdaniga chiqadi. Agar kimdir aj kabi cho'zib aytsa, bu xato bo'ladi. Chunki bunday talaffuzda jim harfining shiddah sifati yo'qoladi. Natijada tovush aniq chiqmaydi va hatto boshqa harfga o'xshab ketish ham mumkin. Yana bir qiziq jihat bor. Qalqala harflari deb ataladigan harflar ham aslida shiddah harflari ichida joylashgan. Bular qof, to, ba, jim va dal. Ular quyidagi iborada jamlangan. Qutubu jadin. Bu esa qalqalaning nima uchun kerakligini tushunishga yordam beradi. Masalan, qof harfini olaylik. Agar biz faqat havoni to'xtatib, lekin uni chiqarib yubormasak, tovush aq kabi noaniq eshitiladi. Bunday holatda tovushni aniq ajratish qiyin bo'ladi. Ammo havoni chiqarib yuborsak, ya'ni qalqala bilan aytsak, tovush aqo kabi aniq va ravshan eshitiladi. Shuning uchun arab tilida bu harflar qalqala bilan aytiladi. Bu talaffuzni ham osonlashtiradi, ham tovushni aniq qiladi. Shuningdek, kaf va ta harflari ham havoni chiqarish bilan aytiladi. Bu sifat hamz deb ataladi. Hamz haqida o'tgan darsda batafsil to'xtalgan edik. Demak, agar hamz bo'lmasa, bu ikki harf juda o'xshash eshitiladi. Masalan, at kabi. Lekin hamz bilan aytilganda esa at deb. Shunda ularning farqi aniq bilinadi va talaffuz qilish ham osonroq bo'ladi. Arablar kaf va ta harflarida hamz, qof, to, ba, jim va dal harflarida esa qalqala ishlatgan bo'lsa, sizda bir savol tug'ilishi mumkin. Nega hamza harfiga qalqala yoki hamz berilmagan? Axir hamza ham shiddah harflardan biri-ku. Shunday ekan, u ham qalqala yoki hamz bilan o'qilishi kerak emasmi? Masalan, nega yati deb qalqala bilan yoki as-sama deb hamz bilan ayta olmaymiz? Buning sababi shuki, hamza arab tilida talaffuzi eng qiyin harflardan biri hisoblanadi. Shuning uchun arablar uning talaffuzini yanada og'irlashtirmaslikka harakat qilishgan.
Ba'zi hollarda ular ibdol yoki tashil kabi usullar bilan hamzani yengilroq aytishgan. Masalan, Quraysh lahjasida ayrim hollarda hamza umuman talaffuz qilinmagan. Qur'oni Karim ham shu qavmga tushgani uchun ba'zi so'zlarda hamza yengillashtirilgan holda keladi. Masalan, yuminun, yatu kabi so'zlarda buni ko'rish mumkin. Albatta, Qur'oni Karimda bunday holatlar tasodifiy emas, balki hamzaning og'ir talaffuzidan qochish uchun maxsus qoidalar asosida amalga oshiriladi. Shuning uchun hamzaga qalqala qo'shilmaydi va Qur'oni Karimni ham bunday tarzda o'qish to'g'ri bo'lmaydi. Demak, bu harflar portlovchi tovushlar, ya'ni shidda harflari hisoblanadi. Xo'sh, shiddaning qarama-qarshisi nima? Uning qarama-qarshisi roxova deb ataladi. Arab tilida bu so'z yumshoqlik degan ma'noni bildiradi. Tajvidda esa roxova shuni anglatadiki, harfni aytayotganda havo erkin va davomli chiqadi. Ya'ni tovush darrov to'xtab qolmaydi, biroz davom etadi. Masalan, sin harfini aytayotganimizda s degan tovush chiqadi. Bu paytda til yuqoriga ko'tariladi, lekin havoni butunlay to'sib qo'ymaydi. Shuning uchun havo oqib turadi va tovush davom etadi. Havo shunchaki yo'naltiriladi va davomiy s tovushini hosil qiladi. Bu tovushni chiqarishda havo oqishi juda muhimligini sezamiz. Demak, roxova harflarida havo oqimi to'xtamaydi. Tovush biroz cho'zilib eshitiladi. Bu sifat shiddahning 8 ta harfidan tashqari qolgan harflarga tegishli. Masalan, ash, als, ad, az, al va boshqa harflar. Agar diqqat qilgan bo'lsangiz, 16 ta harf va hozir o'rgangan 8 ta harfimiz jami 24 ta bo'ldi. Unda alifboning qolgan 5 ta harfi qayerda? Aslida yana 5 ta harf bor. Bular lam, nun, ayn, mim va ro. Bu harflar na shiddah, na roxova guruhiga kiradi. Bu harflar hurufun bayniyah, ya'ni o'rtadagi harflar deb ataladi. Chunki ular shiddah va roxova sifatlarining o'rtasida turadi. Bu nimani anglatadi? Ya'ni bu harflarni talaffuz qilganda makhraj shiddah harflaridagi kabi to'liq yopilib ketmaydi. Roxova harflaridagi kabi to'liq ochiq ham bo'lmaydi. Bayniya harflarida makhraj deyarli yopiq bo'ladi. A'zolar orasida juda tor tirqish qoladi yoki deyarli bir-biriga tegadi. Lekin ular to'liq yopilmaydi va kuchli bosilmaydi. Shu sababli havo ozgina chiqadi va tovush biroz davom etadi. Bu turkumga kiradigan 5 harf lin umar iborasida jamlangan. Masalan, ayn harfini aytaylik. A deb talaffuz qilganimizda makhraj roxova harflaridek ochiq emasligini, lekin shidda harflaridek to'liq yopiq ham emasligini sezamiz. U aynan o'rtada turadi. Shuning uchun u bayniya harfi hisoblanadi. Bu holat ayniqsa mim harfida yanada oson tushuniladi. Masalan, bu yerda og'iz to'liq yopiladi, lekin havo burun bo'shlig'i orqali chiqib, tovush hosil qiladi. Shunday qilib, sifatlarning ikkinchi juftligi shiddah va uning qarama-qarshisi roxovadir. Shiddah harflari ajida, qottin, bakat iborasida jamlangan. Bu harflar talaffuz qilinganda havo avval to'xtatiladi, so'ng birdan qo'yib yuboriladi. Shu sababli ular portlovchi tovushlar hisoblanadi. Roxova harflari esa shiddah va bayniya guruhlaridan tashqari qolgan 16 ta harf bo'lib, ular talaffuz qilinganda havo makhrajdan erkin va davomli oqib chiqadi. Shiddah va roxova o'rtasida yana bir guruh bayniya harflari bor. Ular lin umar iborasida jamlangan. Bu harflarni talaffuz qilganda esa makhraj deyarli yopiq bo'ladi, lekin ozgina havo chiqib, tovush ma'lum darajada davom etadi. Shunday qilib, bu darsda shiddah va roxova sifatlarini tushundik va bayniya harflarini ham ko'rib chiqdik. Agar Qur'oni Karimni arab tilida o'qishni va tushunishni boshlamoqchi bo'lsangiz, sayohatingizni aynan shu yerdan boshlang. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha